Kim 3 bolamdan ajragisi bor? Kimga kerak bu g'urbat? Ha, qaynota qaynanangni duosini olmaysanmi? Qaynotang qaynanang seni onangni ko'rganda, otangni ko'rganda rahmat xudojon, tanijoni sog' bo'lsin. Sizni tarbiya bergan qiziz bizni uyga kelgandan keyin barakotga to'lib ketdi, rahmatga to'lib ketdi. Sizni qizingizni haligi xizmatidan o'g'lim shunaqangi baxtli yashayapti. Biz xizmatingizdan rozimiz deb rahmat olib ber otangga. Qachon bo'lsa otaga la'nat, onaga la'nat. Xotiningga aytgin, borgin. Sen onamni hurmat qilsang qil. Hurmat qilmasang, katta ko'cha. Ko'cha to'la xotin, belim to'la bola. Sen tuqqan bolani o'sha oladigan xotinim ham tug'ib beradi. Men sendan voz kechaman. Illo ikki dunyoda onamdan voz kechmayman. Bor ketur, sen uydan chiqib ketishing bilan o'rningga boshqa xotin olib kelaman deb. Borib aytgin dedim. Keyin ancha o'tdi oradan ko'rib qoldim. Shu narsalarni aytdiymsam, sizni gaplaringizga qo'shib o'zimni ichimdagi narsalarni to'kib soldim hammasini deydi. Shu kundan boshlab onajon deb qoldi, oyijon deb qoldi deydi.